Qo'yavering. O'rtoq, iltimos shu gal qaytargan. Qaytib bu ish qilmayman. Og'ayni iltimos. Iltimos o'rtoq. Men seni vaqtida qaytarmoqchi bo'ldim. Endi kech. Chiqqaningda tavba qilasan. Qo'yavor. Qani o'lishga yoshlik qilaman. Qo'yavor, qaytib boshqa gunoh qilmayman. Endi faqat savobislik qilaman. O'rtoq, iltimos shu gal meni olib qolgin. Iltimos o'rtoq. Bu dunyodagi ishlaringga aralashishim mumkin edi. Yoki bu dunyodagi ishlaringdan qaytarib qolishim mumkin edi. Lekin bundan qaytara olmayman. Kechir meni. Kechir. Vaqtida tavba qilish kerak edi. Dedilarki, insonni qachonki boshi devorga tekkandagina tavba qilishi mumkin deydilar. Ammo oxirgi damda hattoki shuni ham foydasi bo'lmasligi mumkin. Zero har sonyangiz o'zingiz uchun tavba qilish uchun vaqtdir, birodar. Shu sabab o'zingni unutmang, birodar. So'zimiz oxirida har doim shu gap. Mudom sizlarni aldamaydi, birodar. U da qoida. Assalomu alaykum.